Ovsin, charchab qolmayapsizmi? Arzimagan ish qilib, shunda uyda tekin-tomo bo'lib yashayaptilar-yu. Nima charchiydilar? Nima deganinglar bu? Bu uyda sizlar ham kelin, men ham kelinman. To'g'ri, hammamiz kelinmiz. Lekin bizani erimiz bor. Eringiz o'lganidan keyin nima qilasiz katta uyga tiqilib yashab? Bu nima deganingiz? Erim o'lgan bo'lsa ham chirog'ini yoqib o'tiradigan farzandlarim bor. Menga qarang kerak. O'shalarning gapini eshitdim. Odamda ozgina bet bo'lish kerak. Bu nima deganingiz? Keling, akam to'g'ri aytayaptilar. Qachongacha mana shu yerda yashamoqchisiz? Bularga gapirganinglar bilan foydasi yo'q. Foydasi bo'lganda shu paytgacha yasharmidi? Betdan bezlashib ketganda o'zi. Hamma narsani boshlayotgan sensan. Mayli, men ketaman. Shu farzandimni uvoli tutsin sani. Taqdir yo'li og'ir. Nigora? Nigoraga nima bo'ldi? Nigora? 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 Nigoraga nima bo'ldi? Opajon, kechga qoldingiz, o'zini hozir ko'mib kelishdi. Nigora yaxshi ayol edilar. Esiz. Janozasiga yetib kela olmadim. Nigora o'zi yeriga to'ymasdi. Tovutiga ozgina turpo tashib bormoqchi edim. Ulgurmadim. Bilmanglar. Maviga sari soch o'riz qizni deb, Rossiyaga yigitlar ketib qolmoq.